5 yil avval, 7 yil avval bir narsalar gunoh bo'lib hisoblanayotgan bo'lsa, hozirgi kunimizda oddiy bo'lib qoldi. Yo bu unchalik gunoh emas, narigini yanada deydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun hurmatli mo'min musulmonlar, biz aytamizki, Qur'oni Karimda bir necha oyati karimalarda Alloh subhanahu va taolo zinoni haromligi va mumkin emasligi va uqubati va oqibati va nihoyasi borligi zinoni qarziga ham bayon qilingan. Hurmatli deb aytgan keladi, o'zi hurmatli emas. O'sha zino qilayotgan odamlar. Biz aytamiz, ey zino qilgan deyapti. Ey zino qilgan. Sen zino qilyapsan-u, sening esingdan chiqib qoldi deyapti. Sen zino qilyapsan-u, seni opang esingdan chiqdi deyapti. Onang esingdan chiqdi, ammang esingdan chiqdi, xolang esingdan chiqdi deyapti.